Hammaga assalomu alaykum. Hammani kasb-korga ishlariga Alloh fayz va baraka bersin. Topganingizni faqat yaxshilikka buyursin. O'ylagan jamiki yaxshi niyatingizga yetib yuringlar. Topganingizni faqat xayrli, barakali bo'lsin. Rizqimizni keng qilib qo'ysin. Alloh g'oyibidan haloldan yetkazsin. Mushkuli borlarning mushkulini oson qilsin. Farzand talablariga Alloh soliha farzandlar bersin. Hamma Allohning panohida bo'linglar deb niyat qilaman. Bir xil odamlar bor, yaxshi bo'lsangiz yaxshiligingizni ko'ra olmaydi, yomon bo'lsangiz yomonligingizni ko'ra olmaydi. Yaxshi odamni ham til uchida yomonga chiqarib qo'yadigan, yomon odamni til uchida puli uchun, mansabi uchun yaxshi deb aytadigan odamlar juda ham ko'p. Misol fil uchadi desa, ha, uchadi, boy ota deydiganlar juda ham ko'p. Men shunaqa paxtachi, lagan bardorlarni ko'rib, to'g'risini aytsam, ko'nglim aynib ketadi. Ben shu paytgacha hech kimga shu paytgacha na paxta qo'yganman, na ortiqcha mulozamat qilganman-da. Hammamizni tilimiz bir, dinimiz bir, ertaga o'lsak boradigan joyimiz bir. Tovutimiz kim ko'taradi? Alloh poshsho. Hech kimga paxta qo'ymayman. Bundan Xudoning o'zi asrasin. Har doim go'rda yurganman. Xudoga behisob shukr, bundan keyin ham qaddimni bukish yo'q. Endi aytmoqchi bo'lganim, shunaqa lagan bardorlarni ko'rib jahlim chiqadi. Birovni cho'nchagidek pulni sanaganing bilan sani cho'nchagiga kelib tushib qolmasa, nima qilasan unga paxta qo'yib?